Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin vel akibetu lil muttaqin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedi ve ala alihi ve sahbihi ecma'in amma ba'd. Bugün sözlemek boğunumuz yanında sarf ilmini başlıqçılar için alahide tayarlanğan et-temhid li ilmi sarf, yani sarf ilmi için tayyorlik degan darsligimizning ikkinchi darsi. Biz mavzuga kirishdan burun oldi bilan ilgirki darsimizni qisqacha takrorlab o'taylik. Biz ilgirki darsimizda sarf ilmini tunishtirib, sarf ilmining qanday ilm ekanligini, ya'ni sarf ilmi arab tilidagi so'zliklarni, ism va fe'ldan iborat so'zliklarni tadqiq qiladigan fan ekanligini ve Arap dili 3 qismdan tarkib topgan bir ism, fe'l, harfin tarkib topganligini. Bu sarf ilmi bo'lsa, ya'ni morfologiya ilmi, faqatla ism bilan fe'l haqida tadqiqot olib borganligini so'zlab o'tgan edik. Undan keyin biz ismning 3 qismga bo'linadiganligini, 3 harflik, 4 harflik, 5 harflik deb, fe'lning 2 qismga bo'linadiganligini, 3 harflik, 4 harflik deb buni so'zlab o'tgan edik. Undan keyin fe'l asli 3 harflik ve ma'lum bir ma'niga erishish uchun urf-u muzariat harflaridan biri, yani alif, ta, ya, nun urf-u muzariat harflaridan birisi ziyoda qilingan 3 harflik deb, 3 harflik ikkiga bo'linganligini va 4 harflikmi, 4 harflik fe'lmi asli 4 harflik ve ziyoda 4 harflik deb ikkiga bölünüğallıqını sözlep ötken edik. Ondan keyin biz Arapning kalamının ölçümü fa, ayn, lam harfi ekanligini. Arap her qanday bir ismni ya her qanday bir fe'lni türlemoqchi bo'lsa, avval mushu qilib, ya'ni mushu o'lcham, mushu mizonga selib, undan keyin o'lchaydiganligini. Uni orqali bu shu ism, shu fe'lning ya o'lchamlik fe'l yoki o'lchamsiz fe'l ism ekanligini ayirib chiqadiganligini so'zlab o'tgan edik. Endi bugünkü dersimizning asosiy mavzusi bo'lsa, asosiy mazmuni, bugünkü dersimizning asosiy mazmuni bo'lsa, Arab tilidagi shu turlash qoidasi. Turlash qoidasi shu yuqorqi o'lcham bo'yicha fa'in lam degan shu o'lchamgacha, shu o'lcham bo'yicha o'lchamlik turlanish va o'lchamsiz turlanish deb ikkiga bo'linadi. Ölçemlik türleniş ve ölçemsiz türleniş deb ikkiga bo'linadi. Ölçemlik türleniş deganimiz, yani şu isim yoki fe'l, sağlam isim bo'lsa yoki sağlam fe'l bo'lsa, yani kesel harflar va yoki o'xshash takrorlanadigan ikki harf aqmoq kelib qilishdan iborat bundaq illatlardan xoli bo'lgan isim yoki fe'l kelgan vaqtida bu mundaq ismlar şu Arapning kalamining o'lchami bo'yicha şu o'lcham bo'yicha türlanadi. Bunda o'lcham bo'yicha türlangan ismlar o'lchamlik türlangan ism yoki fe'l deb ataladi. Endi navodegan ismda şu kesel harflardan biri kelib qolsa yoki kesel harflardan biri kelib qolsa yoki o'xshash bir harf, o'xshash bir jinsdan bo'lgan harf ikki qatim takror kelib qolsa, aqmoq kelib qolsa, bu vaqtida bu yerda bu ism yoki fe'lda bir o'zgarish yuz beradi. Ba'zi harflar tashlanib qolish yoki ba'zan harakatlar o'zgarib ketish yoki ba'zan harfning ichiga kirib ketib qo'shilib o'qib qolish, talaffuz qilinmasdan asli bor bo'lgan harf talaffuz qilinmasdan bir-biriga qo'shilib o'qilib ketishdan iborat bunda masalalar kelib chiqib, asli qoida o'lchamdan o'zgarib ketganligi uchun buni ölçemsiz türlengen isim yoki fe'l deb ataladi. Endi bizning sarf ilmidagi, morfologiyadagi tadqiqot, asosiy tadqiqot obyektimiz o'zi shu tarafi. Chunki o'lchamlik türlengen fe'llar u oddiy. Uni tadqiqot olib bormasmi, u tigi 13 bo'lgan, hammasi uchuq, ma'nolari uchuq. Qur'on hadisini tushunishda hech qanday bir qiyinchilik yuz bermaydi. Masala nerede deganda shu o'lchamsiz türlengen fe'llarda. Shu fe'llarni biz ma'nilarini o'qish uchun Qur'on hadislardagi shu ma'nilarini o'qish uchun shu fe'llarning asliga qaytarish, asli holati qaysi edi? Keyin
Muşu halatlar tüpeydim qanday halat kep qalgan. Degan shuni o'qish orqali biz buning asl ma'nosini, degan mohiyatini uqalaymiz. Biz harf ilmida, morfologiya ilmida asosliq tadqiq qilgan fan shu o'lchamsiz tuzlangan fe'l. Bugungi so'zlamoqchi bo'lgan darsimiz shu o'lchamsiz fe'llarning o'lchamsiz tulinib qilishiga sabab bo'ladigan omillar qaysi-qaysilar deganni so'zlab o'tdi. Shunga bugungi darsimizni boshlaymiz. واعلم أن الاسم والفعل من حيث الصحة والاعتلال والتضعيف يقسمان على 7 أحرف على 7 أقسام. Şunu bilgin ki isim ve fiil degan sağlam buluş ve kesel buluş ve arka tekrar kelgen o'xshash ikki harflik buluş. Jihatdan ilib aytganda 7 qismga bo'linadi. 7 qismga bo'linadi. Ya'ni isim degan isim yoki fe'il ya sog'lom bo'ldi, ya uningga illatli harflar kirgan kesel isim bo'ladi, yoki buningga bir jinsdan bo'lgan ikki harf arqa-marqa bir jinsdan bo'lgan o'xshash ikki harf arqa-marqa kelib qolgan isim bo'ladi. Mushu jihatlardan bilib aytganda, mushu 3 nuqtani tutib aytganda 7 qismga bo'linadi. İsim her qanday fe'il. وهي إما أن يكون صحيحا أو مضاعفا أو مثالا أو أجوف أو ناقصا أو لفيفا أو مدويا. أمدي مشو يقال söz etken bu 7 qismga bölünadigan bu isim yoki fe'il yoki sahih bo'ladi. Sahih. Yani sahih degan yani sog'lom bo'ladi degan gap. Sağlam isim bo'ladi. Ev mudaaf degan yani qo'sh takrorlangan her bar bo'lgan isim bo'ladi. Ev misal yoki o'xshagan degan sağlam o'xshaydigan bo'ladi. Yoki ajwaf ichkavak yani ichkavak degan hamma keyin tushadi deb tafsili. Yoki naqis bo'ladi. Yani quyruq kesik degan gap. Yoki lafif bo'ladi. Yani belgicha chimilashgan degan gap. Ev yoki multavi bo'ladi. Baş ayağı çimlaşkan degan gap. Endi sizlarga muhim bo'lgani bu yerdagi bu so'zlarning ma'nosi emas, bu lug'at ma'nosi emas. Muhim bo'lgani mushu morfologiya istilohidagi ma'nosi. Morfologiya istilohidagi ma'nosini hozir tushuntirib berdim. Wa'lam anna huruf al-i'tilal 3 ve hiya wawun ve alifun ve ya'un. Shuni bilginki, endi siz mushu isimlarning sağlam harf yoki kesal sağlam isim yoki kesel isimlikini bilishdan avval bu keselning manbasini bilish kerak. Şimdi va'lam andaydi. Shuni bilish kerakki, huruful i'tilal, yani illatlik harflar, yani kesel harflar degan isim yoki fe'ilni kesellik bo'lgan harflar degan 3 tur. Ve hiya degan u bo'lsa vav ve alif ve ya. Vav, alif yani bar bu 3 harf her qanday isimga kirsa yoki har qanday fe'il kirsa shu isim yoki fe'ilni illatlik isim yoki kesel isimga aylantirib qo'ydi, yoki kesel fe'ilga aylantirib qo'ydi. Endi bu kesel fe'il degan gap, kesel degan gap bu bir istiara gap. Har isim fe'ilni qanday kesellab qoldi, kesel degan odam bo'lib qoldi. Bu degan buna bir o'qitish yo'li bilan deyilgan bir gap amaliyotda. Ya'ni buni kesel deganimiz, ya'ni bu kesellab qolgan odam qanday bo'ladi? Ojizlab qoladi. Xuddi shuningdek bu harflardan birisi isim yoki fe'il kelsa, bu isim yoki fe'il ojizlab qoladi. Mushu harflar isim yoki fe'il kelmasa, qanday bo'ladi? Kuchli turadi. Ya'ni kuchli bilan ismning ojiz bo'lgan, kuchli bo'lganligi farqini qanday aylaymiz deganda, ism sog'lom, kuchli bo'lgan vaqtida ismning o'lcham bo'yicha to'lanadi. Ism o'lcham arab tilidagi shu qoida o'lcham bo'yicha to'lanadi va undan har xil turliga vaqtimizda o'lcham bo'yicha har xil turda o'lcham bo'yicha to'lanadi. Agarda undan yani bir adana harf yoki bir adana harf tushib qolmaydi va yoki uni harakati o'zgarib ketmaydi va yoki birisi ichiga kirgizilib qo'shib o'qilgan ahvolda yuz bermaydi. Lekin mushu vav yoki elif yoki ya harfini birisidan uni kelib qolgan hamon u chaqda o'lchamsiz to'lanib kelib chiqadi. O'lchamsiz to'langan vaqtda ya bir adana harf tushib qoladi, ya buniki
hareketi özgürüp ketedi yoki birisi-birisini ichiga kirgizib qushab qoladigan ahvollar kelib chiqadi. Buni tuvanda ko'rib chiqamiz. فالصحيح ما لا يكون في مقابلة فاء ميزان الاسم والفعل وعينه ولامه حروف الاعتلال أو التضعيف. Sahih deganimiz, ya'ni sog'lom ism yoki fe'l deganimiz ism yoki fe'lning o'lchimining fa va in va lam harflarining udulida illatlik harflar yoki o'xshash bir jinsdan takror kelgan harflar bo'lmaydigan ism yoki fe'ldir. Hamda ya'ni sog'lom ism degan sog'lom ism yoki sog'lom fe'l degan qanday ism desa, ismniki yoki fe'lning bir o'lchami muayyan. Biz ilgari darsimizda o'tgan o'lcham. Ya'ni masalan ismning o'lchami masalan ismniki bir qancha o'lchami. Fe'il desak, ism desak fe'il uchuydi masalan. Ism degan so'z vitr. Vitr desak fe'il degan uchuydi masalan. Undan quful desak fu'ul degan o'lcham uchuydi masalan. Qamar desak masalan faal degan o'lcham uchuydi masalan. Shams desak faal degan o'lcham uchuydi masalan. Bu hammasi ismning hammaniki o'lchami bor. Shu o'lchamga uchuydi, bu o'lchamga uchuydi. Endi bunda ismning yoki fe'lning o'lchaminiki pasanga mana fa'ala fa ayn lam degan harf o'lcham bor. Bu shu o'lchamning udulistiki, o'sha udulashtirsak udul qiladigan udulistiki ismning harflarining ichida kesal harf yoki endi o'xshash takrorlanib qoladigan bir jinsdan bo'lgan o'xshash takrorlanib qoladigan harflar bo'lmasa, shuni bo'ta sog'lom harf bo'ta, sog'lom ism bo'ta, sog'lom fe'l bo'ta, sog'lom fe'l vaqtida qanday bo'ldi desa, ka darbun va daraba ala vazni fa'lun va fa'ala. Ya'ni fa'lun va fa'ala degan o'lcham. Fa'lun va fa'ala degan o'lcham bo'yicha. Fa'lun va fa'ala degan o'lcham bor, o'lcham. Fa'lun va fa'ala degan o'lcham bo'yicha turlangan darbun va daraba deganga o'xshash, degan ism o'xshash. Darbun degan ism, ya'ni urush degan gap ism. Urush degan gap ism. Daraba degan gap urdi degan gap fe'il. Masalan, fa'lun, darbunni fa'lun udulsa, udul hamma tarafga o'xshash. Fa zuvar qildi, dot zuvar. Ra sakin o'qildi, ayn sakin. Bun dammatan ya'ni qo'sh bash o'qildi. Lun deganmi? Qo'sh bash o'xshash. Darbun. Daraba degani o'xshash. Ya'ni dot zuvar o'qildi, fa zuvar. Ra zuvar o'qildi, ayn zuvar. Lam zuvar o'qildi, ba zuvar o'qildi, lam zuvar. O'xshash, udul keldi. Mana bu shuni deb aytayman, sog'lom harf. Sog'lom ism deb ataladi. Sog'lom ism, sog'lom fe'l. Sog'lom fe'l olganda bunda udul keladi. O'lcham bo'yicha turlanadi. Bunda turlangan ismlar hammasi nima deb ataladi? O'lchamlik turlangan ism, o'lchamlik turlangan fe'l. Bizniki sarf qoidasida bu to'g'risida tadqiqot qilib olmaymiz. Chunki bular oddiy va hammasi ochiq. Buni tadqiqot qilib berish ketmaydi. Endi ikkinchi turi vel mudaafu. Endi ikkinchi turi bo'lsa, bu qismlarniki mudaaf. Mudaaf والمضاعف ينقسم على قسمين: المضاعف الثلاثي المجرد والمضاعف الثلاثي المزيد. Endi mudaaf, ikkinchi qismi mudaaf. Ya'ni o'xshash ikki harf orqa-marqa kelib qolgan ism yoki fe'l. Ya'ni mudaaf ikki qismga bo'linadi. Mudaaf thulathi al-mujarrad, mudaaf thulathi al-mazid deb ikki qismga bo'linadi. Ya'ni 3 harflik, asli 3 harflik mudaaf va bir harf ziya ma'lum maqsad bilan 4 huruf mudariat, ya'ni alif, ya, ta, nun deb huruf mudariat va shu 4 harfning bir ma'lum maqsad bilan ziyoda qilingan nima? Ma'lum maqsad bilan ziyoda qilingan mudaaf. 3 harflik mudaaf. Endi mudaaf thulathi. فالمضاعف الثلاثي هو ما يكون في مقابلة عين ميزان الاسم أو الفعل ولامه حرفان من جنس واحد. مضاعف ثلاثي المجرد. مضاعف ثلاثي مجرد degan ismning yoki fe'lning o'lchamining ayni. O'lchami degani tushunsam mana. O'lcham degani fe'l, fa'ala, fa'lun, fa'ala degan o'lcham. O'lchamining udulida ism yoki fe'lning o'lchamining
ayn harfi ve lam harfinin uduluda, yani feale diyecek, ayn lam diye iki lamlar şu. Ahir tecrübe demek şimdi. Oturulan ahirinin uduluda demek. Aşının uduluda oxşaş bir cinsden boğan iki harf buluduğun isimler, yani fiiller mudaaf sulasi deb atıldı o. Yani 3 harflik. Bu çok 3 harflik olsa 4 harflik olsa anlamaydı. Mesela keferra min babi feale ala gayri veznihi. Yani bu kadar yani feale babından boğan. Lakin feale diyen ölçem boyunca türlenmegen ferra diyen isim oxşaş. Ferra diyen fiil ferrun desek isim, ferra desek fiil. Ferran diyen kaçmak diyen isim butu. Ferra dese kaçtı diyen fiil butu. Ötken zaman fiil butu. Hem de benim işede bir inçiki bir kaydı var. Biz ne için bu ölçemsiz türlengen fiil dedik ha? Ölçemsiz türlengen fiil. Ölçemsiz türlengen fiil diyen bu ferradga ölçemsiz türlengen fiil. Asli bu feale babıdın. Bu şu iki harf bir cinsin kep qagallık 3 lam bir yerde birinci harfini ikinci harfini kirgizdi kuş okuş meselesi kelip çıkan. Bir morfologiya kaidesi mühim bir kaydı var, bunu biliş gerek. Yani her qandaq isim yoki fiil ölçemsiz türlengen vaqtida biz bunu qandaq qilamiz deganda birinchi qadamda qilgan ishimiz bu fiilni tushunish uchun, bu fiilning aslini, bu ismning aslini bilish uchun buni aslidek holga qaytamiz. Yani hech qanday o'zgartirilmagan o'lchamlik holga qaytamiz. Bu farra desek, farraniki asluhu farara. Farraning aslisi nima? Farara. Farara desek faala, farara o'xshash. Udul keldi. Aslisi farara. Nima uchun farra olib qolgan desa, shu morfologiya qoidasi bo'yicha har qanday ism yoki fiilga ikki harf arq kelib qolsa, bir o'xshash ikki harf degani o'xshash ikki harf, ra deb o'xshash ikki harf arq bir yerga kelib qolsa, birinchi harfniki harakatini ilib tashlab, birinchi harfni ikkinchi harfning ichiga kirgizib, birinchi harfni ikkinchi harfga qo'shib farra deb o'qish vojib bo'ldi. Bu morfologiya qoidasi. Çok mayda qilgan. Nima uchun naqd desa, farra deb ikki rani aqmaq tilga o'qish arab tilida intayin ig'ir. Har qanday tilga ig'ir keladigan ishda arab tilida tashlaydi yoki birisi-birini kirgizib o'qiydi yoki uni harakatini oson o'qiyotgan harakatga o'zgartirib turgan qoida bor. Bu qoidalarning ichidan biri shu farraradagi idg'om qilish qoidasi. Mana bu idg'om qilish bilan farra bo'lib qolgan. Demak, bizniki morfologiyada tadqiq qilgan fanning birisi shu mana. İki harf bir cinsden bo'lib qolsa, birisi için kirgizib qo'shib o'qish qoidasi. Buni o'qish uchun biz dastlabda eng asliga qaytarishimiz kerak. Va uni asosi farara faala udul qilgan. Uni keyin bu o'zgartirib yengillatirish uchun yuqorida so'zlab o'tgandek jarayonlarni bosib o'tib, farra bo'lib qolgan. Uni ma'nosi qashti degan, buti degan shu mana. Biz morfologiya oddiylashtirib esa shu haqda tadqiqot olib boramiz. İkinci türü vel mudaafu sulasiyul mazid. Hem de ikincisi mudaaf'daki iki kısmının birisi mudaaf sulasi mücerred. Yani birisi mudaaf sulasi mazid. Mudaaf sulasi mazid diyen huve ma yekunu fi mukabeleti ayni mizanil ismi evil fi'li ve lamihi harfani min cinsin vahidin ke asarra min babi ef'ala ala gayri veznihi. Yani mudaaf sulasi mazid diyenimiz isimden yoki fiilning ölçümünün en harfi ve lam harfi diyen, yani ahir tarafı demekçi. En harfi ve lam harfinin uduluda o'xshash bir cinsden bo'lgan ikki harf bo'ladigan ism yoki fiil mudaaf sulasi mazid deb ataladi. Masalan, ka asarra af'ala babidan bo'lgan af'ala degan o'lcham bo'yicha türlenmegen asarra degan nimaga fiil o'xshash. Asarra degan fiil o'xshash. Hamda buningda asarra degan fiil o'xshashga qaraydigan bo'lsak, asli bu mudaaf sulasi mazid. Albatta farra degan 3 harflik fiil. 2 harf qoldi. Biz kirgizib o'tibdik farrada. Hamda bu asarra degan asli 4 harflik, ya'ni 4 harflik fiil. Lekin sulasiga 3 harflik fiilga tava, lekin 4 harflik. Bu
3 harf qaldı. Əsrara deyək 3 harf qaldı. Əsli bunun nə? Əsrara. Bunun əsli əsrara. İki harf oxşar bir cinsini gəp qalıq üçün birinci hərfin hərəkətini edib daşlab birinci hərfini ikinci hərfini içi tıxdıq, quşab oxuduq, əsrara oldu. Mana bu şu bu iki harf bir cinsini gəp qalıq üçün müşədi əsrara deyən əsrara deyən fiil əsrara özgürüb qalğan. Demək bu şu mudaaf deyən bu bir kisel, bu bir illət, bu isim kirib qalğanlığı üçün bu isim özgürüb getdi. Əsli quruluşsun, əsli qurulmasıdır. Əmdə üçüncü qısım olsa vel-misalu. Vel-misal huwa ma yakunu fi muqabalati fa'i mizan al-ism aw al-fi'li huruf al-i'tilali ka va'dun ve va'ada ala vezni fa'lun ve fa'ala. Əmdə misal deganimiz, yəni oxşaş degan gap. Misal degan oxşaş degan gap. Nimişqa misalda bataldılsa oxşaş degan gap. Nimişqa oxşaş degan gap, yəni bu misal bir tərəfi şu sahihga o'xshab qoldi, ya'ni sog'lom ism sog'lom fe'lga o'xshab qoldi. Buniki o'tgan zaman fe'lisi asosiy tushib qolmaydi, hech qanday bir yerda o'zgarish yuzlamaydi. Xuddi sog'lom fe'lda o'zgarish yuzlamagandek, misolning o'tgan zaman fe'lida o'zgarish yuzlamaydi. Faqat buniki masala keladigan zaman fe'lda o'lchamsiz turinish kelib chiqadi. Misol degan nimasi? Misol degan isim yoki fiilning o'lchimining fa harfini o'rnida, fa'ala desek, eng beshida demakchi. Fa harfini o'rnida illatli harflar bo'ladigan ism yoki fiildir. Misol deganimiz. Ya'ni shu fa'ala desek, fa harfini o'rnida, ya'ni ismning beshida yoki fiilning beshida shu vav, elif, ya degan 3 kesal harflarning birisi kelib qolsa, bu shunday deb ataladi, misol deb ataladi. Misol deb ataladi. Va'dun ve va'ada, yani fa'lun ve fa'ala degan o'lcham bo'yicha, fa'lun ve fa'ala degan o'lcham bo'yicha turlangan va'dun ve va'ada degan ism fe'lga o'xshash. Endi bu yerda va'dun degan va'da qilish, va'da degan gap. Va'da degan va'da qildi degan gap. Bu ikkinchisi o'xshash turlandi. Fa'lun ve fa'alaga o'xshash turlandi, o'lcham bo'yicha turlandi. Nima uchun o'lcham bo'yicha turlangan fe'lni ya kesal harf deb qo'ydi, o'lchamsiz turlan fe'ldan qator kedilsa, va'dun ve va'ada o'lchamli turlangan bilan bunun keladigan zaman fe'li var. Kimki ders chiqadi, keladigan zaman fe'li, o'tgan zaman fe'li, keladigan zaman fe'li 12 turga bo'lamiz keladigan darsda. Shu chog'da bilasizlar. Shu va'adaniki keladigan zaman fe'li ya'idu. Asli yau'idu bo'lish kerak. Yau'idu va ya'idu bo'lib qoldi. Keladigan zaman fe'lida o'lchamsiz turinish kelib chiqibdi. Shu sababdan shuni ta'sir ko'rsatganlik uchun bu normal bo'lmagan kesal ism fe'llarning qatoriga kirib qoldi. Endi dördüncüsü olsa ecvef. Vel ecvefu huwa ma yakunu fi muqabalati ayni mizanil ismi evil fi'li huruful i'tilal. Endi ecvef degani ichki kavakda qo'ydik qo'y ma'nosi. Bizga bu ma'nosi muhim emas. Ecvef deganimiz ismning yoki fi'lning o'lchimining en harfining o'rnida illatlik harflar bo'ladigan ism yoki fi'ldir. Masalan, yani demek harf illat ecvebnin qap o'ttirib keladi. Qap o'ttirib o'rlashadi. Shuning uchun bu ichki kavak deb ataladi. Xuddi bir kavakdagidek, o'ttir ojizligidek. O'zgarishdimi? O'ttir o'zgarish, nada yuz beradi. O'lchamsiz turlanish nada kelib chiqadi. Bunda da o'ttirib kelib chiqadi. Masalan, qavlun ve qalaga o'xshashki, ya'ni fa'lun ve fa'ala degan o'lcham bo'yicha turlanmagan fa'ala bobidan bo'lgan qavlun ve qala deganga o'xshash. Endi qavlun desak o'xshash turlandi bu ism. Lekin qala degan chaqdagi masala bor. Qala desak fa'alaga o'xshamaydi. Qala desak fa'alaga o'xshamaydi. Aslida qalaning asli nima? Qavala fa'ala. Bu shu vav degan bu shu illat harfi illat. Bu shu kesal harf bu shu fi'lning qap o'tirib kelib qolganligi uchun mishada o'zgarish yuz beradi. Arabning qoidasi bo'yicha, morfologiya qoidasi bo'yicha vav harfi kelib qolsa, oldi zavar bo'lsa, vav harfining oldi zavar bo'lsa, bu vav harfining harakatimiz zavar bo'lsa, vav harfini ilif qo'yib kelib ketgan bir qoida bor. Ilif qo'yib kelib kelgandan keyin qala bo'lib qoldi. Vav harfining harakatini ap tashlab, o'sha harakatga doir qilsin deb ilifni mena kelib qo'yamiz, qala bo'lib qoldi. Mana mushu qoidaniki kelib chiqishiga sababchi bo'lgan nima? Kelib chiqsa sababchi bo'lgan mushu kesal harf, mushu vav degan o'ttirib kelgan kesal harf. Shu sababdan
qavala degan harf ism fi'l qalaga o'zgarib qolgan. Mana bu shuniki sababi shu. Buni ajvab deb ataymiz, ya'ni harf illat o'ttirdi kelgan ism yoki fi'lni harf illat deb ataymiz. Endi birincisi sihah, ikincisi mudaaf, üçüncüsü misal, dördüncüsü ajvab, beşincisi naqis. Naqis deganimiz ma yakunu fi muqabilati lami mizanil ismi evil fi'li huruful i'tilal. Yani isim yoki fi'lning o'lchimining lam harfining udulida illatlik harflar bo'ladigan ism yoki fi'l deb ataladi. Naqis, ya'ni quyruq kesik deb ataladi. Demak, ya'ni illatlik harf, kesan harflar isim yoki fi'lning oxirida kelsa, isim yoki fi'lning oxirida kelsa, shuni deb ataymiz, naqis deb ataymiz. Masalan olsak, ya'ni fa'lun va fa'ala, fa'lun va fa'ala degan fa'ala bobidan bo'lganlikin fa'lun va fa'ala degan o'lcham bo'yicha turlanmagan ramyun va rama deganga o'xshash. Ramyun va rama deganga o'xshash. Endi bu yerdagi ramyun va rama desak, ramyun desak fa'lunga o'xshash ism jihatda o'xshash turlandi. Lekin rama desak, rama desak fa'alaga turlanmadi. Asli ramani asli nima? Ramaya. Ramaya. Endi mishadi mushu ya degan harfi illat, ya degan harfi illat mushu kesal harf, mushu fi'lning oxiriga kirib qolganligi uchun shu naqis deb ataldi. Oxiriga kirib qolganligi uchun arabda morfologiyada bir qoida bor. Qanday edi biz so'zlab o'tdik. Ya fi'lga nima kelib qolsa, unda vurfulat biz kelib qolsa, bu ya harfi kelib qolsa, buning harakati zivar bo'lsa, buning harakatini elib tashlab, buning harakatini ilib qo'yish, bu ya harfining o'zini nimaga ilib qo'yib besh. Ilib qo'yib besh qoidasi bor. Shuning bilan bu rama bo'lib qoldi. Rama bo'lib qolgandan keyin fa'alaga udilmaydi, lekin aslisi ramaya. Buning sababchi o'g'ini, buning o'zgarib ketishiga, muddat to'lashga sababchi o'g'ini nima? Mushi kesal harf. Yani bunun altıncısı ve lafif. Yani belgeci çimlaşkanlığı degan gap. Yani huwa ma yakunu fi muqabalati ayni mizanil ismi evil fi'li ve lamihi huruful i'tilal ka qawayan ve qawiya ala vezni fa'lun ve fa'ila. Lafif deganimiz isim yoki fi'lning o'lchimining ayninin ve laminin udulida illatlik harflar bo'ladigan ism yoki fi'ldir. Masalan, fa'lun va fa'ila degan fa'lun va fa'ila bobidan. Lekin fa'lun va fa'ila degan o'lcham bo'yicha turlanmagan qawayun va qawiya, qawayun va qawiya nima? Ma o'lcham bo'yicha turlanirlik, lekin o'zgarib ketadi. Nima kelganda keladigan zaman fi'l kelganda o'zgarib ketadi. Buni o'lcham so'zlab qoldi. Hozir qawayun desek, qawiya desek o'lcham bo'yicha fa'lun va fa'ilaning degan o'lcham bo'yicha turlangan qawayun va qawiyaga o'xshash. Lekin qawiyaning keladigan zaman fi'li qanday bo'ldi? Yaqwa bo'ldi. Asli yaqwa bo'lmay yaqvayu bo'lish kerak. Yog'i ziva pisharkat ig'ildab, ya'ni harakatini olib tashlab, ya'ni ilib qo'yib kelgan. Shuning bilan nima yaqwa bo'lib qolgan. Ya'ni oldidagi nimaga dalolat qilsin deb ilib o'tkazgandan yaqwa bo'lib qolgan. Mana bu o'zgarish nariga kelib chiqdi, o'lchamsizlik keladigan zaman fi'lga kelib chiqdi. Misol degandek. Xuddi shunga o'xshaydi. 7-chi qism bo'lsa multavi. Multavi degan bosh ayrıcımlaşgan gap. Yani vel multavi ma yakunu fi muqabalati fa'i mizan al-ismi aw al-fi'li ve lamihi huruf al-i'tilali ka washyun ve washiya ala vezni fa'lun ve fa'ila. Multavi deganimiz isim yoki fi'lning o'lchamining fa ve lam harfining udulida isim yoki fi'lning o'lchami bo'lgan fa ve lam harfining udulida illatlik harflar bo'ladigan ism yoki fi'l deb ataladi, multavi deb ataladi. Masalan, fa'lun ve fa'ila degan o'lcham bo'yicha turlangan vashyun ve vashiya degan fi'l degan ism va fi'l o'xshash. Vashyun degan masalan bir narsani gul to'qish, yaxki gul to'qish, kashtalash degan gap. Vashiya degan gap kashtilidi degan gap. Endi mau vashyun va vashiya degan vashyun, vashiya degani fa'lun,
Faile o'xshash türlendi. Ölçemlik türlendi, lekin mesele nerede kelib chiqdi bo'lsa, buni keldigan zaman fe'lda kelib chiqadi. Vashiya yeshi. Asli yavshiyu bo'lish kerak. Yeshi deb ikki yavshi degandagi va harfi oxiridagi ya harfining harakati tushib qoladi ma'noda. Nima uchun eg'ir deb? Demak, bu shunda bosh oyog'ida harf illat kasal harf vashiya desak vav harfi va oxirida ya harfi. Bosh oyog'ida kelgan kasal harf. Bu bosh oyog'ida kelganligi uchun yani özgürlüş keladigan zaman fe'lida ikki adal qoldi özgürlüş. Mana shuni bilan biz 7 qism shu fe'llarni o'lchamlik to'lanish va o'lchamsiz to'lanishga ta'sir ko'rsatadigan 7 xil omil, 7 xil qismni so'zlab o'tdik. Mana barliq morfologiya darsi shu 7 qismdan tashqari bo'lmaydi. Shu 7 qism orqali biz morfologiyani haqiqiy tushungan bo'lamiz. Shu 7 qism bo'yicha morfologiyani andaq o'zgartiramiz, hele mundaq o'zgartiramiz, hele andaq turlaymiz, hele mundaq turlaymiz. Mana shu arabniki eng muhim bo'lgan qoidasi, shu qoida morfologiyaning butun bosh oyoq hamma qoidasini o'z ichiga olgan, shuni hammaga vakillik qiladi. Bugungi bu dars intayin muhim dars, yaxshi o'zlashtirishinglarni umid qilamiz va oxir davona